14 yanvar Malayziya hukumati bilan Dünya Uyg'ur qurultayining rahbari o'tirisidagi maxsus suhbatning boshlanishi Malayziyaning Uyg'urlar nazridagi ijobiy ta'sirini yana bir balda oshirdi. Dünya Uyg'ur qurultayining to'liq havolasi bilan tashkillangan bu vakillar o'miga Dünya Uyg'ur qurultayining ijroiya komitetining mudiri Umar Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan va Dünya Uyg'ur qurultayi diniy ishlar komitetining mudiri Turg'unjon Alovuddindan tashkil topgan edi. Bu qitimqi ziyoratning tashkillanish ahvoli haqida ma'lumot bergan Ilshad Hasan, bu qitim Malayziyadagi aloqador taraflarning talabi bo'yicha o'zlarining Uyg'urlar masalasi haqida ma'lumot berish uchun bu guruhni tashkil qilganligini bildirdi. Uyg'urlar duch kelayotgan zulmga qarata eng kuchli inkas qaytargan musulmon davlati qatorida ko'rsatishga bo'ladigan Malayziyaning diniy ishlar ministrligimi bu qitim Dünya Uyg'ur qurultayi vakillari bilan ayrim suhbatda bo'lgan. Shuningdek, Uyg'urlar uchrayotgan zulmni islom dunyosiga o'ngishli anglitishning ba'zi choralari muzokara qilingan. Suhbat jarayonida kelgusidagi qisman ishbirligi muzokara qilinishi bilan birga, ular Uyg'urlarning zulmga uchrash haqidagi sonliq ma'lumotlar va dalil isbotlar bilan ta'minlashni alohida talab qilgan. Malayziya Sharqiy Janubiy Osiyodagi Xitoyning ta'siriga og'ir darajada uchrayotgan mamlakatlarning biri bo'lib, Malayziya bosh ministri Mahathir Harsa kishilarini Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining Malayziyani Xitoyga biqinni qilib qo'yishdan ogohlantirib kelmoqda ekan. Xitoy kommunistlari Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lagerlarga qamishi yoki qamoq jazosiga hukm qilishi Uyg'ur rayonida nurg'un xizmat o'rinlarining bo'sh qilib, ixtisos egalari qahatchiligi paydo qilgan. Yerlik axborot vositalarining xabarlaridan oshkorlanishicha, bu yil yana Yakan, Yopurg'a, Jingnoyisi, Qizilsuv oblasti, Ili oblasti qatorliq joylar orqa-orqadan xizmatchi qabul qilish e'loni chiqargan. Navbat Xitoy doiralari ichki o'lkalardan Xitoylarni yuqori maosh, yuqori farovonlik bilan yo'tkab kelib, bu bo'shliqni to'ldirmoqda ekan. Bu yil 1 yanvardan boshlab har qaysi yerlik hukumatlar Xitoy o'lkalaridan 13 mingdek ma'muriy xodim, soqchi, o'qituvchi qabul qilish e'loni chiqargan. Xitoy hukumati bu o'rinlarning lager ekanligini rad qilib, kasbiy texnika markazlari ekanligini ilgari sursimi, biroq uningda qanchalik odam kasbiy tarbiya ko'rayotganligi oshkorlanib boqmadi. Angliya Balalar Sog'lomlik institutining navbatda tunji bo'lib yosh o'smirlarning elektronlik ekronga qarash va ko'rib ishiltish vaqtiga maslahat berib, uxlashdan 1 soat burun aql yon telefoni, elektronlik o'yin va raqamli uskunlar qatorliqlarni cheklagan. Chunki bular uyqu sifatiga qattiq ta'sir ko'rsatadi ekan. Bunda qilish yosh o'smirlarning uxlashdan burun cho'ng ming harakat holatini erkin qo'yib etib, uxlashga hozirlanib, ekran nurining g'idig'lanishidan saqlanish ekan. Mazkur institutning 109 nafar yosh o'smirlar ustidan tekshirish elib berib, 88% bolalar uxlashdan burun elektronlik ekran ko'rganda uyquga salbiy ta'siri bo'lgan. 18% bolalar oilasi bilan jam bo'lgan vaqti, oiladagi inoqligi va o'qish qatorliqlarda salbiy ta'sirga uchirgan. Shundaqla salomatligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. Hozir kundalik turmushda bolalar qulaylik bo'lgan elektronlik texnik uskunlardan ayrilanmaydi. Lekin uni qo'llanish vaqtini yaxshi kontrol qilib, muvofiq unumli foydalanishimiz kerak. Tadqiqotchi xodimlar ushqusiz aeroplanga senzor o'lchash apparati orqali terilg'i yerlarning namligi bilan dehqonchilik dorilarning miqdori qatorliq bir yurish statistikalik sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlagan. Biroq energiya sarf bo'lishi bilan yuqori bo'lgan Washington universitet tadqiqotchilari bu xil mikrotiplik senzor kashf qilgan hamda uni etiz eriqlarda uchib erkin harakat qiladigan asal harlarga o'rnatgan bo'lib, har xil muhit sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlaydi ekan. Yana bir tarafdan biologiya tadqiqot supisi hozirlab, asal harlarining qanday harakat qiladiganligini, ularning hasharot o'ltirish dorilarining va havo klimatining o'zgarishiga qanday inkasda bo'lganligiga javob topmoq ekan. Shuning bilan birga asal harisining turishlik o'rnidan 80 metr atrofidagi joylarning sonliq ma'lumotlarini xotirlab, dehqonchilik ishlariga va mahsulotlarga ko'p foydasi bo'ladi ekan. Bu senzor o'lchash asbobiga oid yenik bo'lib, senzor o'lchash asbobining sig'imi 30 kilobayt. Asal harisiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Tadqiqot guruhidagi asbobga boshqa saplama o'rnatishni planlamoqda. Yana telekamera,
sig'imi cho'ngaytirilgan senzor o'lchash asbobi qatorliqlar.